Urganch shahrida insonlarni rozi qilish, murojaatlar bilan ishlashning asosi mavzusida seminar yig'ilish bo'lib o'tdi. Tadbirga viloyatdagi idora va tashkilotlar rahbarlarining o'rinbosarlari, murojaatlar bilan ishlashga mas'ul xodimlar taklif qilindi. Seminar tafsilotlari hozirgi lavhamizda. Seminarda ishtirokchilarga davlat organlarining fuqarolar murojaatlari bilan ishlash faoliyatiga doir qonunchilikdagi yangiliklar haqida batafsil tushuntirish berildi. Xususan, Prezident virtual qabulxonasi bilan ishlash tizimida ro'yxatga olingan va davlat organiga ijro uchun yo'naltirilgan murojaatlar qat'iy nazoratga olinishi, mansabdor shaxslarning murojaatlar bilan ishlash faoliyati baholanishi va toifalanishi haqida tushunchalar berildi. Mas'ullarning yangi tartibda ishlash bo'yicha ko'nikmalari oshirildi. Urganch shahar hokimligida bu yil hisobına 533 ta murojaat kelib tushgan. Shundan 311 tasini ijobiy hal qildik. Aholi murojaatlarini hozirgi kunda o'rganish jarayonlari olib borilmoqda. O'tgan yilga nisbatan foizimiz bu yil hisobına juda yaxshi. 75% ga erishdik ijobiylik bo'yicha. Bu natijamizni yaxshilash uchun yana idora tashkilotlar bilan ishlayapmiz. Murojaatlarni qayta ko'rib chiqib o'rganyapmiz. Aholi o'rtasida tashviqot ishlari olib borilyapti murojaatlar bo'yicha. Seminarda mutaxassislar aholi murojaatlari bilan ishlashda rahbarlar va mas'ul xodimlarning vazifalari, qayta murojaat qiluvchi fuqarolar murojaatlari bilan ishlashning o'ziga xos xususiyatlari, murojaatlarni ijobiy hal qilishda rahbarlarning o'rni mavzularida ma'ruzalar qildilar. Qilinishi lozim bo'lgan vazifalar, yo'l qo'yilgan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar berildi. O'zbekiston 2030 strategiyasiga binoan 2026-yilning yakuniga qadar murojaatlar bilan ishlashni ijobiylik darajasini 80% ga yetkazish hamda takroriy murojaatlarning o'sishiga yo'l qo'ymaslik vazifalari belgilab berilgan. Shu maqsadda Xanqa tumanida ham yuridik va jismoniy shaxslardan kelib tushgan har bir murojaatni nazoratga olinmoqda. Kelib tushgan murojaatlarni Kabinet.gov.uz axborot tizimi orqali ro'yxatga olinib, bajarilishi nazoratga olinmoqda. Xanqa tuman hokimligining yillik, choraklik ish rejalari belgilangan. Bu sa'y-harakatlarimiz fuqarolarning davlat organlariga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlamoqda. Seminarda ko'zlangan asosiy maqsad davlat organlari tashkilotlari va ularning mansabdor shaxslari tomonidan murojaatlarning samarali ko'rib chiqilishini yanada yaxshi tashkil etishga ko'maklashish, amaliyot jarayonida yuzaga keladigan vaziyatlar bo'yicha huquqiy bilimini oshirishdan iborat. Seminar yakunida ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob oldilar.